Bu videodan keyin sizga erta turish umuman muammo bo'lmaydi. Buni Stanford universitet professori Andrew Hubermanning usuliga va britaniyalik olim Matthew Walkerning Biz nega uxlaymiz nomli kitobiga asosan amalga oshiramiz. Bunda erta turish va erta uxlash uchun qilishingiz kerak bo'lgan narsalar mavjud. Boshlash sizdan atigi 3 kun qiyinroq kechadigan ertalabki tartibni talab qiladi. Birinchi kun siz kechqurun soat nechida uxlagan bo'lishingizdan qat'iy nazar, ertalabki 5 ga signal qo'yasiz va ertalab uyg'ongach, tanangizga buni bildirish uchun yengil mashq qilasiz yoki yugurishga chiqasiz. Agar bunga energiya topmasangiz, kafein, ya'ni kofe iste'mol qilgandan keyin bajaring. 3 kun shunday qilganingizdan keyingi kun o'zingiz telefon ovozidan oldin uyg'onasiz. Lekin har doim ham kech uxlab erta tura olmaysiz. Uxlash uchun eng yaxshi vaqt bu kechki 10 va uyquda bo'lishingiz shart bo'lgan vaqt bu kechki 12 dan ertalabki 3 gacha, ya'ni miyada melatonin, uxlashga yordam beradigan modda eng ko'p ishlab chiqariladigan payt hisoblanadi. Bu vaqtda uxlamaslik odamning xotira pasayishi, stress oshishi va erta qarishga olib keladi. Erta uxlash uchun siz soat kunduzgi 2 dan keyin tarkibida kafein bo'lgan mahsulotlar, kofe, shokolad va energetik ichimliklar iste'mol qilmasligingiz va uxlashdan 1 soat oldin atrofingizdagi har qanday yorug'likni o'chirishingiz kerak. Ayniqsa telefon va boshqa gadjetlar chiqaradigan ko'k nur melatonin miqdorini kamaytiradi va kech bo'lganda ham uyqu kelmaslikka olib keladi. Uyqu bu shunchaki dam olish emas, bu xotira va tananing tiklanish jarayoni. Noto'g'ri vaqtda yoki kam uxlab nimagadir erishmoqchi bo'lsangiz, bu sizga balkim o'sha narsani, lekin albatta qo'shimchasiga sizga kerak bo'lmagan kasalliklarni ham olib keladi.